Hozirgi kunda xalqqa xizmat ko'rsatishda FHDYO organlarining xizmatlari juda katta rol o'ynaydi. Xalqqa FHDYO sohasiga tegishli huquqiy xizmatlarni ko'rsatishda uchrayotgan bir qancha masalalar ham mavjuddir. Bulardan biri hozirgi kunda manfaatdor shaxslarning boshqa joyda turib o'ziga tegishli bo'lgan hujjatlarni elektron axborot tizimi orqali olishda amalga oshirilayotgan ishlar juda quvonarli bo'lmoqda. FHDYO organi tomonidan manfaatdor shaxslarning arizalariga ko'ra va qayd etilgan davlatnoma yozuvlari asosida takroriy guvohnoma berish va ma'lumotnomalar beriladi. Davlatnoma yozuvlari boshqa FHDYO organida qayd etilgan bo'lsa-da, manfaatdor shaxs takroriy guvohnoma va ma'lumotnomani berish haqidagi arizasi ushbu ariza kelib tushgan vaqtdan boshlab bir ish kuni ichida davlatnoma yozuvi qayd etilgan FHDYO organiga yuboriladi. Dalolatnoma yozuvini qayd qilgan FHDYO organi tegishli arizani qabul qilib olgan vaqtdan boshlab 2 ish kunida dalolatnoma yozuvini arizadagi ma'lumotlar bilan solishtirgan holda elektron axborot tizimi orqali tasdiqlaydi. Ariza beruvchidan takroriy guvohnoma berish maqsadidagi arizani qabul qilgan FHDYO organi tegishli tasdiqnomani olgan vaqtdan boshlab 1 soat ichida dalolatnoma yozuviga guvohnoma seriyasi va raqamini kiritadi. Bunda takroriy guvohnoma dalolatnoma yozuvida mavjud bo'lgan ma'lumotlar asosida o'zgarishsiz chop etiladi va guvohnomaning ichki o'ng qismiga, yuqori qismiga takroriy degan belgi qo'yiladi. Tug'ilganlik haqidagi ma'lumotnomalar va takroriy guvohnomalar fuqaroning o'ziga, voyaga yetmagan shaxslarning qonuniy vakillariga yoki notarial tartibda tasdiqlangan ishonchnoma orqali boshqa shaxslarga ularning mazkur yo'riqnomaning 69-ilovasiga muvofiq shakldagi arizasi asosida beriladi. Chet elda yashovchi fuqaro tomonidan berilgan hamda chet tilida tuzilgan ishonchnoma belgilangan tartibda legalizatsiya qilingan yoki apostil qo'yilgan bo'lishi lozim. O'lim haqidagi takroriy guvohnomalar yoki ma'lumotnomalar marhumning yaqin qarindoshlariga yoki merosxo'rlariga qonunchilikda belgilangan tartibda tasdiqlangan ishonchnoma orqali boshqa shaxslarga ularning ushbu yo'riqnomaning 71-ilovasiga muvofiq shakldagi arizasi asosida beriladi. Takroriy guvohnoma yoki ma'lumotnoma olish uchun shaxs FHDYO organiga shaxsini tasdiqlovchi hujjatning aslini ko'rsatgan holda murojaat qiladi.